Aptap uyakka kaçıp ben bu yaktan koklap gördünüz vatandaş. Leksiyimizi davamlaştırımız en ahırkı bir leksiye vatandaş. Bugün Çislağa 2020 yıl 10. ayının 2. günü. Hepteki cüme. Mavzubunda hürmetli vatandaşım. Devlet Meclisi'de iki partiye azaları Tibet'te kişilik hukuku davamlıq köngül böldü. Devlet Meclisi azaları Tibet doğrusunda avazımız toxtamaydı dep görsetti mavzulu haber. 10. ayının 2. günü Amerika avazından Xitay tel programımız ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Washington Devlet Meclisi Memuri Dairler ve Devlet Meclisi Cumhur Komiteti 9. ayının 30. günü Tibet'te kişilik hukuk meselesi boyunca guahlık bir eşeğini ötkazdı. Komitetinin reisi Jim McCower bir qancha qitim ta'kidlab bundoq ko'rsatdi. Biz kishilarning hozir yuz berayotgan ishlarga davomli ko'ngil bo'lishiga chaqiriq qilamiz. Biz Cumhur hukumati xatolashyapti deb qaraymiz. Ular bizni erib qoldi, charchab qoldi deb hisoblayapti. Ular bizni faqat 48 soatli diqqat qila oladi deb qarayapti. Ular uningdan keyin boshqa masalalarga yo'tkiladi deb o'ylayapti. Shuning bilan bu masala Tibet masalasidek masala o'zligidan g'oyib bo'ladi deb o'ylayapti. Ular o'zlaricha dalaylama bu dargohdan ketganda bizni bu masalaga endi ko'ngil bo'lmaydi deyishyapti. Tibet masalasiga ko'ngil bo'lmaydi deyishyapti. Bu intayin xato hukm qilish. Biz to'xtab qolmaymiz. Biz yana bu masalaga davomli ko'ngil bo'lamiz deb ko'rsatdi Jim McCower, Cumhur Komitetining raisi. Devlet Meclisi Cumhur Komitetining raisi. Bu intayin raisi 2 saatga yaqin davomlashgan guvohlik berish yig'inida iki partiya a'zolarini o'z ichiga olgan holda Devlet Meclisi a'zolari Cumhur hukumatining Mustamlik Uyg'uristonda yani Şinjan'da, Tibet'te, Janubiy Mongoliyada az sonliq millatlarga irq tarbiya siyosati elib berayotganligini, xotirjam bo'lolmayotganligini ochiq bildirdi. Yana bir xabar. Avam palatasi Tashqi ishlar komiteti Hong Kong xalqi erkinlik ve tanlash qonun loyihasi nima qo'lladi? Mavzuli xabar 10. ayının 2. günü Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bundoq boshladi. Capitol Hill Amerika Avam Palatası 10. ayının 1. günü Cumhurning bostirishga uchrayotgan Hong Kong xalqining Amerikada siyosiy panohlik olishiga yordam berish uchun Hong Kong xalqi erkinlik va tanlash qonun loyihasi ma'qulladi. Bu qonun bo'yicha Hong Kong xalqini vaqtliq siyosiy panohlik salohiyati bilan ta'minlaydi. Hem de köçmeler siyasi türleri boyunca Hong Kong'a Cumhur köçmeleriga qaraganda farklı muamele kılıdı. O'xshashla xalqaro hamkorlikni ilgari surib, Hong Konglikni siyosiy panohlik berish o'rnida qo'g'daydi. Bo'lib bu norozilik namoyishida muhim rol o'ynagan kishilarni qo'g'daydi. Ve siyasi ziyonkashlikka uchragan Hong Kongliklar meselesini hal qilishni tezlashtirdi. Qonun loyihasi yana aqida e'tiqodlari o'xshash davlatlarning ittifoqdoshlarining Cumhurning bostirishiga uchragan shanganliklarga siyosiy panohlik berishga ilhom berdi. Devlet Meclisi hozirgacha Shangang musofirlarini qo'g'dash, komünizmning ziyonkashlikka uchragan Hong Konglikni qo'g'dash qonuni, Shangang musofirlarini qo'g'dash qonuni, komünizmning ziyonkashlikka uchragan Hong Konglikni qo'g'dash qonuni, Hong Kong bexatarligi qonuni
hem de Hong Kong erkinligi ve tallaş kanunu hazırki kanunlara okşaş 4 parça kanunmuş yakında Amerika Devlet Meclisi de makullandı. 2 parça kanun Uygur doğrusu yakında makullandı. Bugün yine Uygur doğrusu toxtulupdu. Demek bir yerde Tibet, Hong Kong, Uyguristan meselesi hazır Amerika Devlet Meclisi de ciddi meseleye aylandı vatandaş. Şunundan qaraganda vaziyet intayin ciddi. Ben başta sizlerge vaziyet orunda şundaq dedim. Amerika Qo'shma Shtatlarının Davlat İşlakatı Mike Pompeo Asya seferinde Tayvan'a kirib o'tdi. Volkuchisi televiziyasi. Canlı nazari nima dedi? Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo'nun Amerika turishlik konsulxonasi qovlab chiqardi. Yani bir filmde nima dedi? Beijing'de hazır Mao Zedong'un sureti heykeli emas, Sun Yat-sen'nin sureti heykeli. Men tünügillik şeylerin nima degan sizga? Hazır Uygur tilida so'zlaydigan Kuomintangchilar hazır aktif harekatga, yani qo'shtirnoq ichida aktif harekatga keldi. Bizcha Uyg'urim bugün 5 yıldızlı Kızıl Bayraklı 12 yıldızlı Kızıl Bayrak'a yoki 12 yıldızlı Kızıl Bayraklı 5 yıldızlı Kızıl Bayrak'a almashtirishni tomosha qilayotgan odam emas yoki qiziqish shaklida her ishkisini rad qilamiz. Kuomintang kim? Xitoy. Kompartiyasi kim? Xitoy. Her iki partiya Kompartiyanın, her iki partiya Xitoy milletinin Tibet'e, Hong Kong ve Uyguristan'a hükümranlık kılışının teşkili şeklidir. Muşundak qaraysiz. Aldığımızdaki vaziyetle muşundak ciddi kütüp duraylı vatandaşlar. Allah sizlerni saklasın. Mening ömrümni bersin, balçaklarım bilen koşup, Rabia bilen koşup ömrümüzü bersin. Vatandaşlar, ben bugün artıkça muhakeme kılmayman. Aşı 3 parça vaziyet doğrusu haber bilen bugün 24 saat saklayman, kütümen hem hayacanlı yaşayma vatandaş. Şuna Allah halısa görüşelim.